Annyeonghaseyo. Janubiy Koreyada yashash bu nafaqat ish, balki boshqa xalq madaniyati va odatlarini tushunishdir. Koreys jamiyatida katta yoshdagilarga hurmat eng muhim qadriyat. Suhbat paytida bosh egib salomlashish, ikki qo'l bilan narsani uzatish va sizdan yosh kattaga panmal emas, balki hurmat tilida gapirish odobdan hisoblanadi. Ayniqsa yosh kattalar bilan gaplashganda doimiy ko'zga tik qarash ba'zida agressiya yoki hurmatsizlik sifatida talqin qilinishi mumkin. Ovqatlanish paytida katta yoshli inson qoshiqni birinchi bo'lib og'izga solmaguncha qolganlar ovqatga tegmaydi. Hech qachon ovqat vaqtida pap, ya'ni guruchka, cho'kkarak, tayoqcha sanchib qo'ymang. Bu harakat Koreyada motam va dafn marosimini anglatadi. Kelishilgan vaqtda kelishilgan joyda bo'lish kerak. O'zaro kelishilgan va'dalarga jiddiy qaraladi va qat'iy amal qilinadi. Kech qolish, va'dasida turmaslik jiddiy hurmatsizlik hisoblanadi. Uzrli holatlarda oldindan xabar berib qo'yish kerak. Ishga jiddiy yondashish, topshiriqni sifatli bajarish, boshliqlar va hamkasblar bilan o'zaro yaqin va ishonchli munosabat o'rnatishga yordam beradi. Hafta oxiri yoki dam olish kunlarida ba'zan ishxona hisobidan tashkil qilinadigan jamoaviy yig'ilib taomlanish, ya'ni heshik, Koreya madaniyatining ajralmas qismidir. Shunday yig'ilishlarga imkon qadar qatnashing, yanada yaqinlashasiz. Agar sog'liq, shaxsiy parhez yoki diniy e'tiqodiy sabablarga ko'ra ayrim taomlarni va ichkiliklarni iste'mol qilish sizga to'g'ri kelmasa, buni boshdanoq samimiy va ochiq usulda tushuntiring. Jamoat transportlari, jumladan avtobus, metro, poyezd va boshqalar odatda belgilangan vaqtga qat'iy amal qilib qatnaydi. Hatto 1 daqiqaga ham kech qolsangiz ulgurmasligingiz mumkin. Jamoat transportida o'zaro yoki telefon orqali baland ovozda gaplashmang. Video ko'rmang, audio eshitmang. Transportda imkon qadar odamlardan masofa saqlab turing. Magazin, transport, apteka va boshqa joylarda navbatda turish tartibiga rioya qiling. Chiqindilar kechasi, ya'ni quyosh botganidan boshlab tong otguncha bo'lgan vaqt davomida maxsus joyga tashlanadi. Aks holda katta jarimalar to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Qog'oz, metal, temir, plastmassa va shisha kabi qayta ishlanadigan chiqindilar har biri alohida ajratilib, tegishli qutilarga tashlanadi. Agar sizga nisbatan huquqbuzarlik sodir bo'lsa, 112 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Muammo politsiya va sud orqali hal qilinadi. Sizga nisbatan kuch ishlatgan, jarohat yoki zarar yetkazgan kishiga qarshi siz ham kuch ishlatib, jarohat yoki zarar yetkazishga urinmang. Bu har ikkala tomonning ham javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Koreya madaniyatini bilish sizning yangi jamiyatga tezroq moslashib ketishingizga yordam beradi. Annyeonghaseyo. Yordam olish uchun Vazirlar Mahkamasi huzuridagi migratsiya agentligining ekrandagi bepul telefon raqamlariga yoki siz turgan davlatdagi vakolatxonasiga murojaat qiling. Agentlik vakolatxonalari mavjud bo'lmagan xorijiy davlatlarda fuqarolarga O'zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari orqali yordam ko'rsatiladi. Bundan tashqari, huquqiy yordam Uzbot Telegram bot orqali ham bog'lanish mumkin. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, 1282 qisqa raqami yoki +99871 202 3355 raqamiga murojaat qiling.